Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Prezident buyrug'i chiqdi. Endi svet, gaz, suv uchun pul to'lanmaydi degan gaplar aynan nimani anglatadi? Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ijara uyda yashayotgan oila, har bir pensioner, har bir tadbirkor uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam qarzdor bo'lib qolishi, jarima olishi yoki aksincha o'ziga tegishli imtiyozdan foydalana olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima bekor bo'lgan, nima bekor bo'lmagan, kim xavotir olishi kerak, kimning haqqi bor, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida yetib borsa, ko'pchilikning pulini, asabini va vaqtini tejaydi. Avvalo eng asosiy gapni aniq qilib aytaman. Kommunal xizmatlarning o'zi, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti, chiqindi xizmati umuman bekor qilingan emas. Hech bir davlatda elektr, gaz, suv doimiy ravishda bepul bo'lib qolmaydi. Chunki bu xizmatlarning ishlab chiqarilishi, yetkazilishi, quvurlarning ta'miri, hisoblagichlar, ishchi xodimlar, avariyalarni bartaraf etish xarajatlari bor. Lekin kommunal to'lov bekor qilindi degan gap nimadan chiqadi? Odatda bunday gaplar bir nechta holatga bog'liq bo'ladi. Birinchisi, aholiga noto'g'ri hisoblangan qarzdorliklar bekor qilinishi mumkin. Masalan, sizning hisoblagichingiz bor, lekin tizim sizga normativ bo'yicha ortiqcha pul yozgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga subsidiya, kompensatsiya yoki imtiyoz berilishi mumkin. Uchinchisi, ayrim davrlarda penya yoki jarimalar undirilmasligi, qayta hisob-kitob qilinishi, qarzdorlikni bo'lib to'lash imkoniyati berilishi mumkin. To'rtinchisi, noqonuniy undirilayotgan qo'shimcha to'lovlar bekor qilinishi mumkin. Masalan, shartnoma yangilash puli, ulanishni ko'rib berish puli, ro'yxatga olish puli kabi qonunda belgilanmagan talablar bo'lsa, fuqaro bunga rozi bo'lishi shart emas. Oldin ko'p fuqarolar kommunal idoraga borganida tizimda qarzingiz bor, oldingi egadan qolgan qarz bor, uyda yashamasangiz ham to'laysiz, hisoblagich ko'rsatkichini o'z vaqtida bermagansiz. Shuning uchun katta summa chiqdi degan holatlarga duch kelgan. Ko'pchilik esa nizolashishga qo'rqib, mayli to'lab qo'ya qolay deb to'lab yuborgan. Endi esa asosiy yondashuv shuki, har bir to'lov hujjat bilan, hisob-kitob bilan, real iste'mol bilan asoslanishi kerak. Agar siz iste'mol qilmagan bo'lsangiz, hisoblagich ko'rsatkichi boshqa bo'lsa, xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa yoki hisob-kitob xato bo'lsa, siz qayta hisob-kitob talab qilishga haqlisiz. Men bu yerda muhim ogohlantirish beraman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan prezident aytdi, endi kommunal to'lov to'lanmaydi degan umumiy xabarlar ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Farmon, qaror yoki topshiriqda odatda aniq toifa, aniq muddat, aniq xizmat turi, aniq mexanizm bo'ladi. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya berilsin degani hamma to'lamaydi degani emas. Asossiz qarzdorliklar bekor qilinsin degani haqiqiy ishlatilgan gaz yoki elektr puli kechiriladi degani emas. Shuning uchun har bir xonadon o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Endi men eng muhim masalani tushuntiraman. Bu yangilik yoki tartiblar kimlarga tegishli bo'lishi mumkin? Birinchi toifa, hisob-kitobida shubhali qarzdorlik chiqqan fuqarolar. Masalan, siz har oy elektr uchun o'rtacha 120 ming so'm to'lardingiz. Birdaniga shaxsiy kabinetingizda 1.800 ming so'm qarz chiqib qoldi. Siz men bunday elektr ishlatmaganman deyapsiz. Bunday vaziyatda siz darhol to'lab yubormasligingiz kerak. Avval hisoblagich ko'rsatkichni rasmga oling. Oxirgi to'lov cheklaringizni toping. Shaxsiy hisob raqamingiz bo'yicha detalizatsiya so'rang. Detalizatsiyada qaysi oyda qancha kilovat yozilgan, qaysi tarifda hisoblangan, avvalgi ko'rsatkich va keyingi ko'rsatkich qancha bo'lgan. Hammasi ko'rinishi kerak. Agar xato bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Ikkinchi toifa, eski qarz yangi uy egasiga o'tib qolgan holatlar. Masalan, fuqaro uy sotib oldi, notariusdan o'tdi, kadastr hujjatlari rasmiylashtirildi. Keyin kommunal idoraga borganda bu uyda 3 million so'm gaz qarzi bor, siz to'laysiz deyishdi. Bu yerda vaziyatni huquqiy tomondan to'g'ri ajratish kerak. Agar qarz oldingi egaga tegishli davrda yuzaga kelgan bo'lsa, odatda qarzdorlikni o'sha shaxsning o'zidan undirish masalasi ko'riladi. Yangi egaga avtomatik tarzda hamma eski qarzni yuklash har doim ham to'g'ri emas. Lekin uy sotib olayotganda kommunal qarzdorlik bo'yicha ma'lumotnoma olish juda muhim.
Chunki amaliyotda oldingi egani topish qiyin bo'lishi, nizolar cho'zilishi mumkin. Shuning uchun yangi uy olayotgan odam oldindan elektr, gaz, suv, chiqindi va issiqlik bo'yicha shaxsiy hisoblarni tekshirishi kerak. Uchinchi toifa kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Bu oilalar ayrim hollarda kompensatsiya, subsidiya yoki yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda men to'lamayman degani emas. Masalan, oila ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa, ayrim kommunal xarajatlar bo'yicha davlat tomonidan yordam puli ajratilishi mumkin. Bu yordam bevosita fuqaroga berilishi yoki ma'lum tartibda xarajatni qoplashga yo'naltirilishi mumkin. Lekin oila baribir o'z shaxsiy hisobini nazorat qilishi, qarzdorlik yig'ilib ketishiga yo'l qo'ymasligi kerak. 4-toifa. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ba'zi hududlarda yoki ayrim dasturlar doirasida ular uchun imtiyozli yordamlar bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, men pensionerman. Demak, hamma kommunal xizmat bepul degan qo'yda yo'q. Ammo mening daromadim kam, ijtimoiy yordamga muhtojman, qonuniy mezonlarga tushaman desa, murojaat qilish kerak. Ko'pchilik huquqini bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha qiynaladi. 5-toifa ijarada yashovchilar. Mana bu juda ko'p uchraydigan masala. Talaba yoki yosh oila ijaraga kiradi. Uy egasi kommunalni o'zing to'laysan deydi. Keyin 3 oy o'tib elektr bo'yicha katta qarz chiqadi. Ijarachi men kelganimda ham qarz bor ekan deydi. Uy egasi esa sen ishlatgansan deydi. Bunday nizolarning oldini olish uchun ijaraga kirayotgan kuni hisoblagich ko'rsatkichlari yozib olinishi kerak. Elektr necha kilovat, gaz necha kub, suv necha kub qarzdorlik bor yo'qligi skrinshot qilinadi. Ijara shartnomasiga ijarachi kirgan kundan keyingi iste'mol uchun javob beradi deb yozib qo'yish kerak. Aks holda kim haq, kim nohaq ekanini isbotlash qiyinlashadi. 6-toifa tadbirkorlar. Agar siz do'kon, oshxona, sartaroshxona, seks yoki ofis yuritsangiz, kommunal to'lovlar bo'yicha qoidalar aholidan farq qilishi mumkin. Tariflar boshqa bo'lishi, ulanish quvvati, limit shartnoma shartlari alohida bo'lishi mumkin. Aholiga imtiyoz bo'ldi ekan, men ham to'lamayman deb o'ylash katta xato. Tadbirkor shartnomani, tarifni, hisoblagichning yaroqlilik muddatini, plombasini tekshiruv dalolatnomasini alohida nazorat qilish kerak. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Xorazmdagi bir oila elektr uchun har oy 1,5 ming so'm atrofida to'lab keladi. Bir kuni ilovada 2 million 400 ming so'm qarz chiqadi. Sababi tekshirilganda ma'lum bo'ladi. Hisoblagich ko'rsatkichi kiritilayotganda bitta raqam noto'g'ri yozilgan. Fuqaro cheklarini, hisoblagich rasmini, arizasini taqdim qiladi. Qayta hisob kitobdan keyin qarz 2 million 400 ming emas, 1,5 ming so'm ekani aniqlanadi. Mana shu holatda to'lov bekor bo'ldi degani aslida noto'g'ri hisoblangan summa bekor bo'ldi degani. Ikkinchi misol. Toshkent viloyatida bir pensioner ayol qishda gaz uchun 900 ming so'm hisoblanganini ko'radi. U odatda 2-300 ming so'm to'lardi. Tekshirilganda gaz hisoblagichi ishlamay qolgan. Lekin bu haqda vaqtida dalolatnoma tuzilmagan. Idora normativ bo'yicha hisoblagan. Bu yerda fuqaro gaz idorasiga yozma ariza bilan murojaat qiladi. Hisoblagichning holatini tekshirtiradi. Agar qurilma nosozligi, plombaning buzilmagani, fuqaro aybsiz holat tasdiqlansa, qayta hisob kitob masalasi ko'riladi. Demak, odam jim turmasa, hujjat bilan talab qilsa, asossiz summa kamayishi yoki bekor bo'lishi mumkin. 3-misol. Samarqandda yosh oila ijaraga kirgan. Uy egasi hammasi toza degan, lekin 2 oy o'tib suvdan 1 million so'm qarz chiqqan. Ijarachida kirgan paytdagi ko'rsatkich rasmi yo'q. Qarzdorlik skrinshot yo'q, shartnoma yo'q. Nizo boshlangan. Agar ular kirgan kuni hujjat qilganda qarz kimga tegishli ekanini isbotlash oson bo'lardi. Shuning uchun men amaliy tavsiyada doim aytaman. Kommunal masalada og'zaki gapga ishonib qolmang. Birinchi nozik jihat bekor qilindi degan so'z hamma qarz ochiladi degani emas. Agar siz haqiqatan ham elektr ishlatgan bo'lsangiz, gaz yoqqan bo'lsangiz, suv sarflagan bo'lsangiz, to'lov majburiyati saqlanadi. Faqat xato, asossiz, hujjatsiz, noto'g'ri hisoblangan, qonunga zid undirilayotgan qism bo'lsa, o'sha qism bo'yicha nizolashish mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Hisoblagich ko'rsatkichini yashirish foyda bermaydi. Ba'zi odamlar ko'rsatkich bermasam kamroq chiqadi deb o'ylaydi. Aslida aksincha bo'lishi mumkin. Tizim sizga o'rtacha yoki normativ bo'yicha hisoblaydi. Keyin nazoratchi kelganda katta tafovut chiqadi. Masalan, siz 3 oy ko'rsatkich bermadingiz. Har oy 100 kilovatdan yozildi.
aslida siz 600 kilovat ishlatgansiz. Keyin bir yo'la 300 kilovat farq chiqadi va to'lov keskin oshadi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l ko'rsatkichni o'z vaqtida rasm bilan ilova yoki shaxsiy kabinet orqali kiritish. Uchinchi nozik jihat plombaga teginmang, elektr. Gaz yoki suv hisoblagichidagi plomba buzilgan bo'lsa, katta muammo tug'iladi. Hatto siz buzmagan bo'lsangiz ham buni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar plomba bo'shashganini, simi uzilganini, hisoblagich g'alati ishlayotganini ko'rsangiz, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma yoki elektron murojaat qiling. Telefon qilib aytish ham yaxshi, lekin yozma iz qoldirish yanada muhim. Ariza raqamini oling, skrinshot qiling. 4-chi nozik jihat ogohlantirishsiz uzish masalasi. Kommunal tashkilotlar qarzdorlik bo'lsa, belgilangan tartibda xizmatni cheklashi mumkin. Lekin bu jarayonda ham tartib-qoidalar bo'ladi. Qarzdorlik miqdori, ogohlantirish, muddat, texnik xavfsizlik talablari. Agar sizning to'lovingiz bor, cheklaringiz mavjud, lekin tizimda ko'rinmayotgani uchun uzib qo'yishgan bo'lsa, darhol to'lov cheklarini ko'rsatib, tiklashni talab qiling. Agar zarar yetgan bo'lsa, yozma shikoyat qilish mumkin. 5-chi nozik jihat to'lov qilgan chekni tashlab yubormang. Ko'pchilik plastik karta orqali to'laydi va baribir tizimda bor deb o'ylaydi. Lekin tizimda xatolik bo'lishi mumkin. To'lov boshqa shaxsiy hisobga tushib ketishi mumkin. Bank operatsiyasi kechikishi mumkin. Shuning uchun har bir kommunal to'lovdan keyin elektron chekni telefoningizda alohida papkada saqlang. Masalan, elektr 2026, gaz 2026, suv 2026 degan papka oching. Bu oddiy ish, lekin katta nizoda sizni qutqaradi. 6-chi nozik jihat qarzdorlikni bo'lib to'lash imkoniyati. Agar sizda haqiqiy qarz bor bo'lsa, lekin bir yo'la to'lashga imkoningiz yetmasa, yashirinib yurish eng yomon yo'l. Kommunal tashkilotga borib, ariza yozing, qarzni bo'lib to'lash jadvalini so'rang. Ba'zi holatlarda sizga muddat berilishi, kelishuv tuzilishi mumkin. Bu xizmat uzilishining oldini oladi va sizni sust ijro, qo'shimcha xarajatlardan saqlaydi. 7-chi nozik jihat mahalla yoki ijtimoiy himoya orqali yordam olish. Ko'p odamlar yordam olishi uchun faqat kommunal idoraga borish kerak deb o'ylaydi. Aslida ijtimoiy yordam masalasi ko'pincha mahalla, ijtimoiy himoya organlari, yagona reyestr, tuman hokimligi yoki tegishli platformalar orqali ko'riladi. Agar oilaning daromadi kam, farzandlar ko'p nogironligi bo'lgan shaxs bor, boquvchisi yo'q, vaqtincha og'ir ahvolga tushgan bo'lsa, faqat qarz yig'ilib ketishini kutmasdan yordam so'rash kerak. 8-chi nozik jihat vositachi hal qilib beradi deganlarga ishonmang. Ba'zi odamlar menga pul bering, qarzingizni o'chirib beraman, tanishim bor, bazadan yo'qotib yuboradi deb aldashi mumkin. Kommunal qarzdorlik faqat qonuniy asosda qayta hisob-kitob, hujjat, dalolatnoma, sud yoki vakolatli tashkilot qarori bilan tuzatiladi. Kimdir sizdan naqd pul so'rab cheksiz hal qilaman desa, bu xavfli. Siz ham pulingizdan ayrilasiz, ham muammo hal bo'lmaydi. Birinchi qadam, barcha kommunal shaxsiy hisob raqamlaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha alohida hisob bo'ladi. Mobil ilova, to'lov tizimi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sayti orqali qarzdorlikni ko'ring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, eng yaqin abonent bo'limiga boring. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling. Rasmda sanab bilinishi uchun telefon galereyasida saqlanadi. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich alohida rasmga olinadi. Agar hisoblagich ko'rsatkichini o'qish qiyin bo'lsa, farzandingizdan, qo'shningizdan yoki mutaxassisdan yordam so'rang. Noto'g'ri raqam kiritish ham keyin muammo bo'ladi. 3-qadam, oxirgi 6 oy yoki 12 oy to'lov cheklarini to'plang. Agar payme, klik, bank ilovasi, boshqa elektron xizmat orqali to'lagan bo'lsangiz, cheklarni yuklab oling. Agar naqd to'lagan bo'lsangiz, qog'oz cheklarni toping. Chek yo'q bo'lsa, to'lov qilgan joyingizdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 4-qadam. Agar qarz shubhali bo'lsa, og'zaki bahslashmang, yozma ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening falon manzildagi falon shaxsiy hisob raqami bo'yicha qarzdorlik summasi bilan rozi emasman. Hisob kitobni oyma-oy kesimda taqdim etishingizni, hisoblagich ko'rsatkichlari asosida qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. To'lov cheklari va hisoblagich rasmlarini ilova qilaman. Arizani 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sanani, kirim raqamini qo'ydiring. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. 5-qadam, dalolatnoma talab qiling. Agar hisoblagich nosoz deyishsa, plombada muammo bor deyishsa,
noqonuniy ulanish bor deyishsa, albatta davlatnoma tuzilishi kerak. Davlatnomani o'qimasdan imzolamang. Agar rozi bo'lmasangiz, dalolatnoma mazmuniga rozi emasman deb yozib qo'yib imzo chekishingiz yoki imzolashdan bosh tortish sababi haqida qayd talab qilishingiz mumkin. Guvohlar bo'lsa yanada yaxshi. 6-qadam, ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, mahallaga boring. Oila a'zolari pasporti yoki ID kartasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, daromad haqida ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa, tibbiy ijtimoiy hujjatlar, pensiya yoki nafaqa ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga kommunal xarajatlar og'irlik qilmoqda, ijtimoiy yordam olish tartibini tushuntirib bering deb murojaat qiling. Siz uyalishingiz kerak emas. Ijtimoiy yordam og'ir vaziyatda qolgan fuqarolar uchun beriladi. 7-qadam. Uy sotib olayotganda yoki ijaraga kirayotganda albatta kommunal tekshiruv qiling. Sotib olayotgan uyda elektr, gaz, suv, chiqindi qarzi bor yo'qligini hujjat bilan tekshiring. Ijaraga kirayotgan bo'lsangiz, hisoblagich ko'rsatkichlarni shartnomaga yozing. Masalan, elektr 1207 kilovat, gaz 320 kub, sovuq suv 215 kub. Shu raqamlar keyingi hisob kitobda asos bo'ladi. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, so'ng vakolatli nazorat organlari yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa, sudga da'vo kiritiladi. Sudga borishdan oldin hujjatlaringiz tartibli bo'lishi kerak. Ariza nusxalari, javob xatlari, chek materiallari, rasmlar, dalolatnomalar, shartnomalar. 9-qadam. Har oy kichik nazorat odatini shakllantiring. Oy oxirida 10 daqiqa vaqt ajrating. Hisoblagichni rasmga oling, ilovadagi qarzni tekshiring. To'lov qiling, chekni saqlang. Mana shu oddiy tartib sizni millionlab so'mlik kutilmagan qarzdan himoya qiladi. Yana bir muhim tavsiya, agar sizda qarz chiqsa, uni darhol davlat kechiradi. Baribir bekor bo'ladi deb kutib o'tirmang. Har bir kechikkan oy vaziyatni murakkablashtirishi mumkin. Agar qarz xato bo'lsa, isbotlang. Agar qarz haqiqiy bo'lsa, kelishuv qiling. Agar yordamga muhtoj bo'lsangiz, yordam so'rang, lekin befarq bo'lmang. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, kommunal to'lov bekor qilindi degan gapni hamma xizmatlar bepul bo'ldi deb tushunmang. Aslida gap ko'pincha asossiz hisoblangan qarzdorliklar, noqonuniy undirishlar, ayrim imtiyoz va kompensatsiyalar, qayta hisob kitoblar haqida ketadi. Siz iste'mol qilgan elektr, gaz, suv uchun qonuniy to'lov saqlanadi. Lekin sizga xato summa yozilgan bo'lsa, eski egadan qolgan qarz yuklanayotgan bo'lsa, xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, hujjatsiz talab bo'lsa, siz jim turmasligingiz kerak. Men ekspert sifatida sizga eng to'g'ri yo'lni aytaman. Hujjat yig'ing, cheklarni saqlang, hisoblagichni nazorat qiling, yozma murojaat qiling. O'z huquqingizni biling. Shunda sizni ortiqcha pul to'laysiz, na qarzdor bo'lib qolasiz, na kimningdir qo'rqitishiga ishonasiz. Agar sizda ham kommunal to'lov bo'yicha kutilmagan qarz chiqqan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi xizmat, qancha summa, qanday vaziyat? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, ijarada yashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.